Sizce mülk daxilsizligi var, kanunu bilasizmi? Fuqarolar yaxshilab kuzatib boring. Men shu uchun ham aldım bulara. 2 gün burun Fondagim adolat dairasida shu narsalarni aytib o'tganman. O'zmetov ko'p narsalar fuqarolik, masalan, fuqaroning shaxs daxilsizligi, mulk daxilsizligi bo'yicha girgan vaqtlarında shu mulkka qarab girib bormaydi. Yine ijtimoiy tarmoqlarda o'zingiz kuzatib borayotgandan bu yerda qonun doirasi bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda aktiv bo'lgan Furqat O'rozmetov ham Azamat Avizovlarning qamalgani to'g'risida hozirgi kunda ehtiyot chorasi qamoq alingani to'g'risida ko'p narsalar trendga chiqib borayotir. Ko'p tortishuvlar bo'lib turibdi. Bizlar ham telefon qilib savollar xalqimizdan ko'p savollar tushib turibdi. Abdulla aka, o'zingiz fikringizni bildiring. Kimlar bu arkasida turganmi? Qanday xatoliklar bo'lishi mumkin Furqat O'rozmetovda? Xalqimizga ko'p xizmatlar qilgan yigitali. Sizlar bilan siz borib turib tortishgandan keyin bu narsalar paydo bo'ldi degan fikrlar bo'lib turibdi. Bu yerda endi o'zimizning fikrimizni bildiradigan bo'lsak, Furqat O'rozmetov to'g'risi qonunlari yaxshi tushunadigan, yaxshi nima qiladigan inson o'zi. Men borib u bilan suhbat qilganimda, uchrashganimda ko'rdingizlar, ko'p tanqidlar ham bo'ldi. Abdulla aka, eshitdingiz, mana o'zingiz Furqat O'rozmetov kuzatuvchilar ham bu narsani yaxshilab eshitib olsin. Shu yerda Furqat O'rozmetov bu hamma narsadan ustun, hamma narsada bilimiz yetarli degan gaplar bo'lib turib, aqli yo'q, bilim yetmaydigan odamlar nima qilib yuribdi, hazarasliklar degan gaplar bo'ldi. To'g'risi men mana ko'p 20 gün bir oy kutdim. Bu narsani chiqarganim ham yo'q o'zimning kanalimda. Bugun endi shuning uchun men rasmiy munosabat bildirayotirman. Furqat O'rozmetovning harakatlarida men Furqat O'rozmetov shu yerda ogohlantirib o'tdim. Yaxshilab qarasangizlar, endi baho beringlar. Mana endi baho beringlar, kimning qanday ekanini mana o'zi hayot ko'rsatib turibdi. Bizimizda hech kim uni o'rgatib ham turgani yo'q. Uni qamash niyatlari yo'q edi. Yine bir gün yine ertege. Ben bir anında halkına da dükkan satıp bilinmem de. Çünkü ben satılan dükkanlarım adamlara kadastrını kılıp versin gerek. Birini faydalanışa kabul kılıp hemen işletip versin gerek. Ama gördüğünüz özleriyiz. 4 milyar pul to'layan, sizler 2-3 milyar pul to'layan sizler. Farkadaki siz de özden 1 milyar 800 milyon bana işanıp şunca pul to'ladingizlar. Yo'q, sudning qarori yıkılışa chiqqan qarorini ko'rsatdingiz. Sudda kararı bu yıkılışa çıkan. Hozirgi kunda bekor bo'ldimi? Yok, geçinde siz ne diyecekmen? Keyin siz xalqni ishontirib qo'ydingiz. Reklama aytib, men shu uchun men bu narsaga o'ta yaxshi tushunadiman. Qarang, shuni ishontirib qo'yib reklama aytgandan keyin hozir $100 ming qisqartiradi bugun, keyin men asosiy sizga boraman. Bunda haqiqiy savol javob aytamiz hali. Endi savolim sizga, ishontirdingizdan, haqiqiy odamlar oldidan hozirgi hech bir gulmeni ko'p odam norozi bo'lmadi. Qaytarib oldi qildi. Qarang endi. Bize size işanıp almamız. Doğru mu? Az siz gidip kasanız, erteğinizi almanıp kasak, yine çıkıyorlar. Tasdik hücceti boladı da baytkanız mesela. Şu arkanızda buraya işanıp, size vədə vergensin, bize size işangan. Kanı şu arkanızda size işantırıp olan adamın özü kanası. Yolda taşak gitmek, şu ayıkan vədə vergen katastrof hücceti için yürümeyin de. Ne oldu? Biz ağzı vaktini şaptak gidelim. Bize sağlıklı o dükkan. Shunda o'zi reklama bo'lib ketmadimi shu narsa? Reklama ettiler mi? Reklama bo'lib ketdi. Qarang, reklama to'g'risida qonunlar ham bor. Bu narsalarni buzmadingizmi? Yok. Yaxshi. Ben bir reklama etmedim. Ya hozir reklama bo'ldi dedingiz, yana reklama etmadim deysiz. Menin da reklama. Yaxshi, men qarang. Qarab turing. Abdulla aka. Qonun bo'yicha gaplashadi. Qonun bo'yicha gaplashibman men. O'zbekiston Respublikasida reklama to'g'risida qonun bor. Reklamaning ikki turi bor. Reklama. Ya'ni biz xizmat ko'rsatib kimnidir reklamasini qilmadik. Biz o'zimizni narsamizni tavsiya qildik. Ya'ni men shu vaqt boshqaruvchi varsiz. Ava. Men kuzatuv kengashi raisi bo'lganimdan keyin bu yerda odamlarni chaqirganman investorlarni. Ana odamlar ishurlayna shunchalikna qarzdorlik bor ekan, dukkandan pul to'laganimiz bor ekan. Keyin ishlarni qilamiz bu yerda. Agar menga yordam bersangizlar deb aytganman. Mana videolarimni sudning qarori ijrosi kuchda turib, siz qanchalik o'rda boshqaruvchi bo'lib turib odamlar baribir meni baribir ijroda endi sudning qarori bo'lgan vaqtida sud qarori nechun chiqdi? Aynan qurilish hujjatlari yo'q. Ovozlari bor, shularni keyingi nimalarimizga qo'yib boramiz.
Shuning uchun bizning endi men o'zimman niyat qildim o'zimning Abdulla Sabirov kanalida tezkor media kanalida ikkalasida endi bu shu narsalarni yoritib boraman. Jurnalistlar to'g'risindagi qilayotgan xatti-harakatlar to'g'risida ko'p narsalar mana bizni kuzatib borsangizlar, eshitib borasizlar, ularning qanday ishlar qilganliklarining dalillari bilan qo'yib boramiz. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lingda, shu like bosib, ne qilsangiz bizlarga hech yerdan hech qanday daromad kelmaydi. Shu ko'rsangizlar xalqqa ko'rinadigan, shu nima qiladigan qilib turib bizlarga a'zo bo'lib turib shu kanalimizga obuna bo'lsangizlar degan umiddamiz. Mana endi bundan keyin shu kanalda kuzatib borasizlar. Keyin nima ish qilganliklari, qanday xatoliklar qilingani, qanday qizilni bosib o'tmadiganining ma'nosi bor. Qizil qaysi qizillari bosib qo'yganliklari bo'yicha biz yoritib boramiz. Rahmat sizlarga.